Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fusion Soliha Group mana shanba kuni ishimizni Farg'ona shahar sentridan boshladik. Biz bu yerga Xalq bankiga 8 ta 9 ta kamera qo'yamiz. Wi-Fi'lari, set kabellar hammasini chiroyli qilib o'rnatamiz. Mana hozir ustalarimiz ish qilishyapti. Kamera tashqariga 2 ta 8 megapikselli kamera o'rnatamiz. Mana hozir kabelni montaj jarayonlari bittasi bu tarafda, ikkinchisi bu tarafda. Mana ichkarida hozir enverlarni yig'ishyapti ustalarimiz ichkarida ham mana 76 32 Kutori to'rttali jo'ski disk tushadi. Hozir bunga ikkita qatirdik. Mana 77 32 76 debman, uzr, adashibman. 77 32 Nihai Kutori. Endi mana ichkari bilan tanishamiz, ketdik. Ichkarida servislarimiz bor. Mana serverning shkafimiz hozir kabelni montaj qilib, yig'ish jarayoni bu yerda. Xudo xolasa chiroyli qilib serverimizni ham yig'ib, chiroyli qilib keyin yana bitta video qilib beramiz. Fusion Soliha Group har doim xizmatlaringizga tayyor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.